Assalomu Baraka media uz obunachilari, keyingi manzilimiz hamma bildiğiniz zarur bo'ladigan stomatologiya bo'ladi. Qani bo'lmasam ko'rib o'taman. Assalomu alaykum, Xolika, yaxshimisiz? Bizga yaxshimisan? Hadi geldin. Baraka mediadan geldik. Yangiliklar olib turibdi, shuni tanishtirib bersangiz. Yangiliklar stomatologiya sohasida. Hozir bizga bir momentda yangiligimiz bio implantlari bo'ldi. Bio implantlari geldi. Koreyskiy zamonaviy sifatli implantlar qo'yib beryapmiz. Boshqa yerlarga qaraganda arzon qo'yib berasizmi? Yo'q, arzonlikka pul temasida arzonlikni biz sifat e'tibor beramiz. Iloji boricha narx-navo surishtiradigan bemorlar iloji bo'lsa biza ishlashdan qasaman bu bemorlardan. Narx-navosini arzonroq ekan uyda, bizada uyda bermayotgan, bu yerda bo'lmayotgan deb aytib borlar uchun. Sifat bilishingizmi? Ha, iloji boricha sifatga qaraymiz. Narx-navosi shunga yarasha bo'ladi-da. Endi shunday sharoitlar, vaziyatlar bo'ladi. Shunday oila ahvoli hamma bir xil emas-ku. Og'riq bo'lsa, avvallisi gastisa bo'ladi. Lekin ham chegaralangan miqdorda. Chunki o'zimiz ham oladigan narsamiz implantlar o'zimizga chiqmaydi. Sifatli narsalar qimmat keladi shunday o'zimizga minus bo'ladi-da. Shuning uchun birinchi o'chirda baribir yaxshi narsa arzon bo'lmaydi. Sertifikatlar degan sertifikatlarni nega olasiz? Sertifikatlar shu o'qishlar davomida kurslarga boramiz. U o'tirib turganimiz o'zimizni diplomimiz, xirurg, stomatolog va kastagilar bo'lsa, kurslarga borib o'qib o'rganamiz. Hali universitetda davom etamiz, universitetda bo'lmaydi. Praktika? Praktikaga borib kelganmiz. Malaka oshirishga borib kelganda olgan sertifikatlarimiz doktor umri davomida o'qish izlanishda bo'lishi kerak deb o'ylayman. To umrni oxirigacha o'qiydi. Yangilik chunki kundan-kunga toza narsalar, toza yangiliklar chiqib turibdi. Shuning uchun aytgan namunalaringizdan bo'lsa ko'rsatib o'tasizmi? aytgan ishlar bizada yo'q aytib beramiz. Implantlarga ko'rsataman hozir. Telefonlarda u. Telegramdan bor. Hozirgi mana shu ishimiz bemorda yuqori jag' to'liq tishsizlik holati. Yuqori jag'ining oldidan implant qo'yib berganmiz. Lekin bu ishimiz bir 6 oy cho'zildi. Bir 4-5 kunlikda qo'yib berdik tishlarni. Yuqori jag' tishlarini bemorning videosi ham bor qo'yilgan. Hozir asosan bemorimizning videosi. Bemorimiz 6 oy deganda xursand bo'lib ketdilar bizada. 6 oy deganda. Lekin ko'p qiyinchiliklar bo'ldi.
bize implant qo'yganimiz bilan bemordan o'zimga ham sabr kerak. Baş videosu implantlarımız. Rengin tasvirleri bor. Hozirgi bemorimizning eldagi implantlarning tasvirlari. Yon tomondagi ikkisi, yana bir yon tomonda ikkisi. Bundan yangiliklar. Mesela obunachilarga bir manzil aytib o'tsak, Xullas, manzilga keladigan bo'lsak, Qazaras tumani sentrda Palmonada to'yxonasi Palmonada to'yxonasi ro'parasida joylashgan. Paxtazavod arka tomonida. SS klinikasi. Bizda faqat bir doktor emas, 5 ta doktor bor bizda. Bemalol murojaat etib kelaversalar bo'ladi.